Aka shuni orqalarini kelamiz, ushlab olamiz. Assalomu alaykum. Siz aka charchab qolmayapsizmi? Mashina boryapsiz aka? Bunaqa mashina minish uchun nima qilish kerak odam? Mana shu mikrofon qo'yib oling aka. Bitta video qilaylik. Ketishingiz ham video qilmabdi bo'ldi, qarang. Ishlar zo'rmi? Rahmat. Bonus kam edi, oldingiz bonusini. Yo'q, almashtirib oldim. Almashtirib oldingizmi? Rangi qorasidan oldim. Rangi qorasidan? Anarga seriyda? Seriroq sifat. Aha. Gap yo'q. Tarbiyada chexol, polilar hammasi qilingan. Aka ismingiz nima? Ikrom. Ikromjon aka. Qayerdansiz? Olmaliqdan. Olmaliqdan. Ikromjon aka mashinani olibsiz, promptovarni tayyor holatda oldingizmi siz? Yo'q, o'zim tayyorladim. O'zingiz tayyorladingiz. Mana bu boshqatdan polni sig'indiribsiz-da. Necha rasxod ketdi shunga? 20 million. 20 million so'm ketdi. Metanni necha pulga qo'ydirdingiz? 11,5. 11,5 million. Ikkita 80 tali. 100 talik. 100 tali. Gap yo'q. Ikkita 100 talik ikkisi bo'ladi. Necha kilometr yuryapti mashinada? 300 oshib yuradi. 300 oshib yuryapti. Sinab ko'rdingizmi o'z yurishini? Ha, bu 3-zapravka o'sha. 3-zapravka. Daromadga chiqdingizmi hali? Ishga chiqdingizmi, chiqmaysizmi? Chiqyapsizmi? Yo'q, ortidan shu. Nima yukladingiz? Qo'chqor yuklayman. Qo'chqor yuklaysiz. Arashan qo'y. Assalomu alaykum dedik-ku, hali Arashanchi akalar bor edi-ku. Aka siz temada emasmisiz ishqilib? Yo'q. Ani nima qo'ychingiz bilan bir raqobatga ketgansizmi? Biz unaqa emas. Unaqa emas. Dastavka bilan shug'ullanasiz. Arashanchilar hozir trendga chiqib ketib qoldi-ku. $10,000, $15,000 qo'y sotib. Sizniki dastavka. Unaqa emas sizniki. Qo'yda lekin baraka bor haqiqatdan aka, chorvachilikda baraka bo'lar ekan, xohlasa aylanma uchun qilinganda forchkalar. Ha, shuncha forchkali qildirgan. Oldi orqasiga. Hozir qo'yi bor ichida. Yo'q. Qo'yi yo'qmi? Hozir. Ishni bitiraylik, keyin olamiz. Xohlasa aka. Mashina qanday, ko'ngilingizga yoqdimi, yoqmadimi? Nima plyusi bor, nima minusi bor? Hali endi yangi minyapmiz, minusi chiqmadi hali. Mashina yurib ko'rdingiz, qanaqa? Yaxshi. Komfortli? Yo'q, yumshoq mashina yaxshi. Yumshoqligi zo'r. Komfortli yoqdi sizga. Kondisioner ishlashi qanaqa ekan? Kondisioner muzlatyapti. Birinchi ko'rsa o'zi yetarli bo'lyapti. Bir yetadi. Bir o'zi yetyapti. Kabina kichkina, ham o'zi kuchli-da, motori. Bir o'zi yetadi. Perval tog'-tog'ga chiqib ko'rdingmi yuk Yo'q, bilan? hali yoqqa yurmadi. Yurmadingiz-a? Endi-da xudo xolasa. Shahar ichida o'zini chut-chut qilish yaxshimi? Ha. Gap Ikromjon aka, xudo xolasa xayrli barakali qilsin. Daromad qilsa bo'ladimi? Misol kuniga 1 million, 1,5 million. Endi постоянный bu bilan bizga постоянный emas. Ha. Bizga ishdan tashqari. Birinchi ish boshqa ish. Bir kuniga 600 ming. Kuniga bitta reys bor. Kuniga bo'lmaydi, haftasiga 2-3 marta. Chunki davlat ishidaman, ishdan tashqari. Ha, ishdan tashqari. 3 martaga ketamiz. Xudo xolasa xayrli barakali qilsin. Hammamiz topganimizga Alloh baraka beraversin. Xudo xolasa bu mashinangizni olsindan keyin Inamarka olib minishlik ham nasib qilsin. Xudo xolasa. Ko'p aytaman Ikromjon aka, ana u savollarim bor, endi mijozlayib beraman. Vaqtda mashinasi Misrdagi yo'llarga vaqt soat keldi deb o'ylayman. O'zim bugun o'ylab keldim-da fikrimni. Misol O'zbekistonda olim bitta brend qo'ygan aka. Odamlar mashina olishga qiynalgan. Kerak bo'lsa zavodga shapkalar bergan, misol mashina olib kelib qo'ygan bo'lsa $2,000 qimmatroqga sotgan. Endi mana imkoniyat kengayib boryapti. Mashinani musor deyish xatoda, mashinani minishga bog'liq. O'zbekiston xalqida mashina olib borish bo'lyapti. Bu kimga foyda? Oddiy xalqqa foyda, to'g'risida shu narsani yetkazib bermoqchiman. Endi ba'zilar yetib bormayapti shu narsaga. Mana imkoniyat kengayganini sababdan rassrochkalar ochilib ketyapti. Endi kredit ham olish shart emas. Zamon rassroch tartibidan foydalandingiz, to'g'rimi? 13 oyga bo'lsa ham xati ham ochildi. Xohlasa vaqt soat kelib 24 oyga ochilar, 36 oyga ochilar. Bu xalqqa misol oddiy yetisholmaydigan odamlarga foydali. Ya'ni ustiga falon pul to'lab, kredit to'lab olgandan ko'ra o'zini pulini bo'lib to'lagan o'ziga to'latamizda ishlab. Shunda o'ziga to'laveradi. O'zini bemalol qiladi. O'zini o'zi to'laydi-da. Shunday Ikromjon aka. Salomat. Dardi sog' bo'lsin. Xudo xolasa xayrli barakali qilsin.